Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Bu uyimiz Chilonzor qoq markazida, ya'ni Chilonzor metroning yonginasida joylashgan 9 qavatli binoimizni 8-qavatidagi uyimiz bo'ladi. Maydoni 72 kvadrat metrdan tashkil topgan. Uyimiz 3 xona fransuskiy planirovkada. Narxini boshdan aytib o'taman, 115 ming AQSh dollarida. Investitsiya uchun ham juda ham zo'r variantda turibdi. Yaqinlaringizga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Investitsiya qilmoqchi bo'lgan yaqininglar bo'lsa, shu uyimizni ko'rsatsak bo'ladi aziz o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, bu mehmonxonamiz. Bu yerda mehmonlarimizni kutib olish uchun yaxshi stol stullarni qo'yib qo'yishgan. Bu yerda bo'lsa lounge zonamiz yumshoq mebellari bilan joylashtirilgan. Bu yerda dekor qismimiz va televizorlarimiz ham chiroylilari qo'yib qo'yilgan. Xo'p, keyingi xonalarga o'tamiz aziz o'rtoqlar. Umumiy yuvinish xonasini ko'rsatib o'tib ketaman. Juda ham chiroyli, ta'mirdan chiqqan, hamma sharoitlari tayyor turibdi. Bu yerda bo'lsa yosh bolalar yotoqxonasi, ko'rsanglar bo'ladi. Bir kishilik kravatlari, bu yerda shkoflari, biralari, hamma chiroqlari ta'mirdan chiqib tayyor bo'lib turibdi. Xo'p, bu yerda katta master yotoqxonamiz, ko'rsanglar bo'ladi. 2 kishilik kravatlari, komodlari, tumbuchka, bira. Bu yerda bo'lsa kiyimlarimizni ilish uchun shkoflarni ham qilib qo'yishgan. Xo'p, yo'lagimizga o'tamiz aziz o'rtoqlar. Yo'lagimizda ham ko'rib turibsizlar, stroyniy shkoflari, bu yerda bo'lsa asosiy kirish qismimiz va bu yerda tualet, ya'ni hojatxonamiz bor. Alohida yuvinish xonalarimiz va bu yerda bo'lsa oshxona qismimiz. Oshxona qismimizning ham hamma sharoitlari qilingan, muzlatgichlari, gaz plitalari, bu yerda bo'lsa fortichkalari, ya'ni oynalari, vitrishkalari, mebellari, hamma sharoitlari kirish uchun mashinalargacha qo'yib qo'yilgan. Aziz o'rtoqlar, uyimizning narxi 115 ming AQSh dollarida. Kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilib beraveramiz. Sizlar bilan Nodiriylar bo'ldi, hammalarga omad.